va yigitlarimiz ham onalarini bilib olishsinki, bir narsa sovg'a qilganda onani ko'nglidan nimalar o'tishini ko'rib olishsin. 50 yoshga yetgan kunimda sovg'a qildi o'g'lim bir uzik. Duxobali yashil qutida mittigina marvarid ko'zlik. Muncha nafis, muncha chiroyli, yig'lavordim suyunganimdan. Naq 300 ming sana bergandir, o'rgilagin bolaginamdan. Barmog'imga qanday yarashdi, ko'rmaganman bundagin boylik. 3 millionga cholim olib bergan olmos uzigdan ham chiroyli. Kungirali bilak uzigin meros qoldirgandilar onam. Bolam bergan uziyi oldida xira tortib ketdi o'sha ham. Sevinchimdan o'yinga tushdim. Barmog'imga taqib olib uni baxtli kuning qay kuning desa aytardim bugungi kunni. Birdan dedim sodda bolama, menga uzi olib netardi. O'ziga sarf qilsa shu pulni qancha kami bitib ketardi. Tuzimikin yeb ichishlari muzlatkichi to'lamadi ekan. Biron kami bo'lsa uzini kelin ko'rsa nima der ekan. Xotiniga aytmagan bo'lsa shu hijolat qiynardi meni. Dadasiga dedim kelinga ko'rsatsammi, ko'rsatmasammi? Ular dedi kelindan qo'rqma. Hijolatni ish qilibsan. Boqib bolang qo'lidan bitta uzik taqsang taqibsan. Undan ko'ra duo qil, amin. Onasini qilgan bo'lsa shod, shu bolani ikki dunyosin Robbim o'zing qilgaysan obod. Onasiga ihson qilibdi, ro'zg'oridan, nafsidan yulib sarflagan shu 300 mingini qaytarib ber. 3 million qilib onasini yasatibdimi? Shu bolani Robbim o'zingsan, payg'ambarlar libosi bilan jannatingda yasantirgaysan. Amin dedim yig'lab. Dadasi, buni qarang, bu qanday boylik. Barmoqlarim qizligimda ham bo'lmagandi bunday chiroylik. Qo'llarimni silab ohista dedim, rosa qildingiz xizmat. 50 yilda azizalarim, qulluq bo'lsin, bu buyuk izzat. 3 bolani tagliklarini yuvganingiz uchun bu uzik, silab siypab xizmatlarini qilganingiz uchun bu uzik, uchalovini po'palab, o'pib, tetapaya qildirganam siz. Osh ovqati kirini qanday yuvardim siz bo'lmasangiz? Kechalari ustilarini burnim bilan o'rarmadim, tilim bilan kiydirarmidim paypog'ini oyoqchasiga. Rahmat sizga azizalarim, yordamingiz uchun tashakkur. Har barmoq, har tirnoq, har bo'g'im, har kaftingiz uchun ming shukr. Hali sizga bu izzatlar kam. Savob ila borsangiz agar taqajaksiz mangu jannatda qo'sh oltin bilaguzuklar. Shu kun gulga aylangan edi qo'limdagi ajinu dog'lar. Chunki ko'nglim ko'chalarda yongan edi minglab chiroqlar. Bir burchakda tashlandi yotgan ko'nglim o'sdi, ko'nglim yashnadi. Nedanligin bilmadim, ammo qo'lim endi qo'liga o'xshadi degan she'r.